Abduqodir Husanov jahon chempionati paytida formada bo'lmasligi mumkin. Abduqodir Husanov Manchester Citydan ketishi kerak. Nega unday deyotganimni video davomida bilib olasiz. Josep Guardiola matbuot anjumanlarida Abduqodir Husanovga ishonishini ko'p bor ta'kidlagan. Shuning uchun jamoadan boshqa himoyachilar ketganda ham u qoldi. Ammo hamyurtimiz APL doirasida ketma-ket 11 o'yindan beri ko'rinish bermayapti. Husanov oxirgi marta maydonga tushganda Cannavaro hali terma jamoamiz boshqaruviga tayinlanmagan va O'zbekiston Birlashgan Arab Amirliklaridagi xalqaro turnirda chempion bo'lmagandi. Bu katta Guardiola o'zbekistonlik muxlislarning sabr kosasini to'ldirmoqda. Bu terma jamoamizga minusga ishlaydi. Agar shu ketishda bo'lsa, Abduqodir Husanov jahon chempionati paytida formada bo'lmasligi mumkin. Abduqodir asosiy himoyachilarimizdan biri. Guardiola vakilimizning himoyaning hamma pozitsiyasida sinab ko'rdi, ammo u faqatgina jarohatlar ko'payganda tushmoqda xolos. Bu degani hamyurtimiz yana kimnidir safdan chiqishini kutishiga to'g'ri kelmoqda. Shu bois Husanov qishki transferlar mavsumida boshqa jamoaga ijaraga bo'lsa ham o'tsa, o'zi va terma jamoamiz uchun juda yaxshi bo'ladi nazarimizda. Siz nima deb o'ylaysiz? Abduqodir Husanov Citydan ketgani yaxshimi yoki qolib imkoniyatini kutgani? O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring.